Bu koftaların uşağının 50.000 so'mdan aladılar. Uşağların 50.000 so'mdan Mubin Shop'ta bayram aksiyası kışında. Ha, bayram aksiyası. Qaysi mamama nasib etse, şakit bular. Dilay giyadi, menden padarki bo'ladi. 2026-yil bilan hammangizni tabriklayman. Hammani 2026-yil baxt, sog'lik yili bo'lg'ay, omadli yil bo'lg'ay, pulli yil bo'lg'ay. Farzandi yo'qlarga farzand bergi. Kayfiyat hammangiz inamarkim, kamida inamarkimingiz siz Xudoyim. Ish bergi divolimiz 100.000 so'mdan beraber uşaqlarınızı, xonanızı. Niye? Şu xatar hem 100.000? Ha, 150.000 so'mdan beramiz. Veçirlere giyelim. 5 gün davamında görtüsüler. 100.000 so'm, 150.000 so'm, 200.000 so'm ne bu yaptı? Bir de yine bayram aksiyası bu yaptı bir de. Zəlalimize Taşkent bakasından koyu verdim klientlarıma, abunəçilere. Abunəçiləriniz. İnşallah bitken uçasa 100.000 so'm. 100.000 so'm yine. Eğerse üstünü şubaları bile. Şu duruşu 250. Duruşu 250. Yine o buna selamı karanlar. Yeteninizi yetengenin belki olacak. Cevap getdine cevap ile 2.000 so'mdan beri veremem. Şunun üstünde durgan. Hemen 100.000 so'mdan. 100.000 so'm. İçini koftakileri bayramda giymek. 70.000 so'mdan gelip alıp gidersin. Sizle bakı abunəçiləriniz için like'larını basıp ya həmmə yere tarqatı taşasın 100.000 so'mdan koyup verəm həmməsini. Yazılgan bakası dəyənə baxı, optun bakasından verəmiz. Ha, optun bakadan gider. Optun bakada, kettelerinden optun bakada. Abunəçilər, bemalal sizin atıcı fotoğraftan faydalanabilirsiniz. Görüntüsü lüstralar içinde bu kaldı. Bunu halasan da ketteden birini al, halamasan bundan 2'ni al, bunu halamasan bundan 4'ni al. Ne deydi bu? Assalamu aleyküm kanalımız abunəçiləri. Abunəçilər bugünkü videomuz xuda qalasa ayollar liboslarından bo'ladi, kiyim-kechaklarindən. Manzili Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tuman To'rtko'l bozorindamiz abunəçilər. Arentira yo'lni yo'llamizak bitonsenki parvozlayına girganimizda Mubin Shop bo'ladi. Bir de Qizabot taksiler ham duradi abunəçilər. Bu yoqda yonboshdan taksi avtobuslar ham duradi. Bitonsenkidan orqa darvozadan kiraverishda chap tarafimizda bo'ladi. Tushunmayli abunəçilər, ekranda telefon nomerini ham qoldirib qo'yamiz. Hamma narsa bor ekan, yangi yilga tayyorgarlik, barcha narsa. Ichkariga kelib abunəçilər to'liq ma'lumotni olib chiqamiz. Kanalga yangi obuna bo'lamiz, bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Xudo xolasa abunəçilər ichkariga kelib hozir Mubin Shop'dan to'liq ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum rahmatjon. Assalomu alaykum abunəçiləri rahmatjon. Hammangizni gelatirgan 2026-yil bilan hammangizni tabriklayman. Hammani 2026-yil baxt, sog'lik yili bo'lg'ay, omadli yil bo'lg'ay, pulli yil bo'lg'ay. Farzandi yo'qlarga farzand bergi. Oğlu yo'qlara o'g'il bergi Xudoyim. Hammangizning neyki arzu niyatlaringiz bo'lsa 2025'te erişe olmagan arzuları 2026'da Xudoyim erişkimiz hammamiz. Aytganimiz kelsin. Qani bu yangi yilda shunda yangi aksiya mı berdinchik? Izir abunəçilərinizə zo'r aksiya qo'yibman. Optim seminada bir realni optim baholada abunəçiləriniz hayron qoladi o'zi. Optim vaqtda qo'yibmiz. Yangi yilda hamma abunəçilərinizni quvontirajaqman sizni. Yangi yilda bir yangicha kayfiyat dersinlar. Ha, yangicha kayfiyat, yangi kiyimlarda yangi yilni zo'r etib nastroyenada kutib olsin demanda Mubin Shop'ni abunəçiləri, Mubin Shop'ni kiyimlari bilan. Yine abunəçilər Mubin Shop'tur yangi yillarni boshlab tashlab turarmi o'zini? Qarasa bularni qaysi optim narxda danıştırsanız bir ayollarımız bir yangi yilda bir yangi kayfiyatda kutib olsinlar. İş koftalarımız yine her türlü koftalarımız var. Çavurla bilen giyedin, vadalaski xilala, yakalı dese yakalı var. Her türlü koftalarımız var. Yine hatarım bilen. Kalın dese kalınla ba, kette başımerki dese başımerkiler ba. Bu koftanın hemmesini sizin abunəçiləriniz üçün like'larını basıp Mubin Shop'a abunə olup gelip 100.000 so'mdan alıp giderdiler. 100.000 so'mdan alıp giderdiler? Berçəsini 100.000 so'mdan, uşağanını 100.000 so'mdan veremem. Yukarıda hatanın uşağanı 100.000 so'm? Hemmesini uşağanını 100.000 veremem. Kim bula veçirni, bularımız veçirni giyip gelebilen giyadın yangi ile. Ümindi sfartik ile bilen giyadın kızlarını bu koftalarını 50.000 so'mdan veremem yangi yilda. Bola yangi yilda 50.000 so'mdan? 50.000 so'mdan veremem yangi yilda. Abunəçiləriniz bir kuansın alın. Bo'lsa Mubin Shop'ta bo'lsin qatlarınız var.
Bu koftaların hammasini 100 ming so'mdan oladi. Xohlagan uşağanını bu koftalarni uşağanın 50 ming so'mdan oladilar. Uşağanların 50 ming so'mdan Mubin Shop'ta bayram aksiyasi qishunda. Ha, bayram aksiyasi. Keyin ish ko'ylaklarimiz ish xatardan ish reçelli geladi. Xatarlarni yanglishmanglar qizlar. Kime yaqqan narsani sirata tushiribkanglar, o'rgiramiz. Ish xatarni 150 ming so'mdan beraman. Ish xatari 150 ming so'm. 150 ming so'm, ining. 150 ming so'mdan beramiz ining. Yangi yil kayfiyatli ko'ylaklarni ining. 150 ming so'mdan beramiz ining. Vechirlarga kiyadi. Ining 150 ming so'mdan beramiz ining. Vechirlara, to'ylara, yangi yilga giymaka. Hammasini uşağınız bir işidenmen iş xatarda uşağınızı 150 ming so'mdan beraman. Maşallah. Şu chetdan ketadi, ikkinchi xatarmi? Şu chetdan 150 ming so'm uşağını. Uşağını 150 ming so'm. Bugün aksiyonu da zo'r. Obunachilaringiz quvonsin dedim. 2026-yilni bir zo'rat kutib olsin. Hammasi giyimda kutib olsin. Chiroylatib giyinib yursin deb turibman. Shunda Mubin Shop'tan olib bir yangi yil yangicha kayfiyatda kutib olsinlar-ku. Xudo xolasa. 2026-ni. 26-ni. Ina, obunachilar. Keyin bu ko'ylaklarimiz ining. Tushirib bo'ldingizku bir. Bu ko'ylaklarimiz Xitoyniki. Tovari hazatib yuvadim, hech narsa bo'lmaydi, tovardan garantiya. Bularni 200 ming so'mdan beraman. 200 minglik ko'ylaklar ish xatarim bilan ining. Nereden bu xatarimiz 200? Hammasi ish xatarim bilan. Siz bir chetdan tushiring, men ko'rsatib o'taman 200 ming. Xatari shunda 200 mi? Birdan ko'rsatib o'tiraman 200 ming so'm. Qizlar 200 ming so'm. Qizlar 200 ming so'm ina sizga. Obunachilaringizni bir quvontirim sizni. Rahmatjon og'a ina. 200 ming so'm so'nggi modellar. 200 ming so'm. Hammasini garantiya sifatini ina. 200 ming so'm. Ina 200 ming so'm. Ina 200 ming so'm. Tez faqat urgirib qolamiz. Vejimiz oz. Vejimiz oz. Vejimiz oz. Urgirgan. Xafa bo'lmaysa, yolg'ondan chaqiruv deb aytmaysa 200 ming so'm. Og'anlar xafa bo'lmaydi. 200 ming so'm. Vejimiz oz. Ina 200 dan. Ina tureski vechini ko'ylaklar. 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan. Bir-birsidan chiroyli bular. 200 ming so'mdan. Birma-bir obunachilaringizga ko'rsatib turibman hammasini. Ina 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan ina. Ining 200 minglik ko'ylaklarimiz hammasi. Shunda hammasi 200 dan. 200 ming so'mdan. So'ng buni izi shunda ko'p emas-ku, shunda hozir bor. Yo'q, o'zi qisqa vaqt skidki. Shunga ichida borlarni shunda hozir necha kunlikini aytaman. Ertangdan 5-kuni aytali. Shunda ertang 2-kun, 3-kun, 4-kun, 5-kun. 4 kun aksiya. 4 kunda o'rgilib qolasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Shunda bugun 15-i. 15-dan aling 20-sini aytali. Aling yaxshi 15-dan. 5 kun qo'yamizmi? 5 kun. Baribir bugun kechda chiqarasizmi, ertangmi? Bugun chiqadi, xudo xohlasa. Bugun chiqsa, aling 15-dan 20-chi aksiya sizlar o'rgilib olamiz. Ina bunachalar 5 kun davomida ko'ribsizlar. 100 ming so'm, 150 ming so'm, 200 ming so'm nima bo'lyapti? Bedayna bayram aksiyasi bo'lyapti bu yerda. Endi hozir dum shokka tushadi sizlar. Obunachilaringiz bundan ham shokka tushiraman hozir. Ining bular jaketi bilan 250 ming so'mdan. 250 ming so'mmi shu? Jaketi bilan. Bular ham 250, pancholari bilan. Pancholari bilan 250 ming deysiz bularni? Ha, ining bular ham 250. Evvelga algan klientlar xafa bo'lmaysizlar. Bir qolgan, 1-2 qolgan. Shuning uchun zo'r aksiyalarda berib turibman. Xafa bo'lish yo'q. Zalalimizga Toshkent bahasidan qo'yib berdim klientlarimga, obunachilari. Buradan 1-2 dan qolgan. Shu ertaga klientlarimiz xafa bo'lmasin. Xafa bo'lmaydilar. 300-350 dan olgan klientlar. Prosi bir-birini tushunish kerak. Bir qolgani uchun, 1-2 qolgani uchun klientlarga berib turibman. Mana Toshkent baho berib turibman. Toshkent bahoda? Mana 250 ming so'm. 250 ming so'm mana. 250 ming so'mmi shular? Ha, bir chetdan oqshom kuni bilan sizlar obunachilaringizga taxladim. 250 ming so'mdan.
Buna qaranglayna. Ne oldu bu 250 ming so'm? 250 ming so'mdan. Ne oldu bu ikki narsa üstüne şubaları bilen. Şu duruş 250 ming. Duruşu 250. Yine bu nasıl buna qarangla? 250 ming so'mdan üstüne paltoları bilen. Ne? Bo'lsa bayram kayfiyati ayollarimiz Bo'lsa halkımıza bo'lsin. Rahmatjon Show'ni obunachilarima bo'lsin. Yine bu nasıl yangi yilda shu chiroyli bo'lib, yangicha kayfiyat. Endi bugungi manba boshimizga katta bo'ylari uzun bir dana qolgan bu ham 250 ming so'm. Bir dana qolgan 250 ming so'm. 250 ming so'm. Eshigimni kim bayna? Bu ham 200 ming so'm. Bu 200 ming so'm. 200 ming so'm. Endi bizada endi yubka koftalar, bir chetdan tushirar. Yubka koftalar ening. Xolagancha o'zlarimiz fasonatli kiygizib ening. Ening. Yubka kofta. Rahmatjon avam obunachilarini 200 mingdan beraman bularni. Yubkasi koftasi 200 ming so'm. Ha. 200 mingdan. Ertangi kelganda ham berib bo'laylik. Javob gapima javob ila 200 ming so'mdan. Ina bo'lachilar. 200 ming so'mdan yubka kofta usti pasi. Bir ikki ertaning siz obunachingizga bermaydardim ya. Qo'ygan bahamdan sotaman men. Qo'ygan baham beramiz aniq. Ha, 200 ming so'm. Faqat ulgurib qolsa 5 kun yaqsa tamom bo'lsa mendan xafa bo'lmaysiz. He, shunda 5 kunda 5 kunda ulgurasiz. Tez ertangdan kelinglar. Video chiqdimi ertangdan uçib kelinglar. Rejim qami qo'ymasin qizlar. Qizlar, opa-singillar, kelinglar. Reklama çıktı mı reklamani ertesi günü azam bilen gelip alıp ketinglar. Shunda birinchi kelganlaringiz eng zo'rini olib ketaveradi-ku. Ha, ilen qarang, ishida hammasi 200 ming so'mdan beraman. Yodda tutsinlar, hammasini yaxshi aytib ko'rganga. Bu xatarim 200 ming so'm, bu xatarim 150 ming so'm, bu xatarim 200 ming so'm, bu xatarim 250 ming so'm. Yine ona salama qaranglar. 250 mingliklar ham usti pasi. O'zgacha bo'lib ketasan bunda aniq. Endi yubkalarga kelsak, qani yubkalardan olsa. Endi yubkalarni ham shikolant bahada beraman. 100 ming so'mdan. Endi hammasi Toshkent baho klientlar. Libur bir yerni aylanib kelaveringlar. Endi 100 ming so'mdan beraman. 100 ming so'mdan. Shikolant baho 100 ming so'mdan endi. Mana qaranglar bunachalar. 100 ming so'mdan. Yubkani turi ko'p. Tanlagan yubkangizni, ushagan yubkangizni 100 ming so'mdan olib ketasiz. Yubkalarni götürsün ana xatarni. Endi yubkalarni xatarini, xolaganini 100 ming so'm olib ketaversan obunachilaringiz. O'shaga yubka ushasa 100 ming so'm. 100 ming so'm endi. Qizlar endi sizlarga shikolant atib, cho'g'larni ham qo'yib beraman endi. Eng so'nggi modadagi cho'g'lar qizlar. Endi 150 ming so'm eng so'nggi modadagi cho'g'lar. Shikolant atib, libur birsini 150 ming so'm olib ketaverasiz. Eng so'nggi modalar 150 ming so'm. Eng so'nggi modalar 150 ming so'mdan o'zi 200-250 sotilgan buni biladi, olgan klientlarim hammasi biladi. Eng so'nggi modalar 150 ming so'mdan shikolant bahada ulgurib qolamiz, lekin ko'p klientlar so'ngida 5 kun o'tirib 6-kuni keladi ya 3 kun o'tirib 4-kuni keladi. Yolg'on chaqiruv deydi, yolg'on chaqiruv emas. Ina vajimizni ko'rib tursiz, hammasini gelib ulgurib qolish kerak. Nechun? Ko'plar gelib skidkadan foydalanib qoladilar. Endi masalan bir xo'jalik birini olishni o'rnina skidka bo'lsa 2-3 narsa olib ketadilar. Ina obunachilar tamom bo'lgandan kelib turib aldab chaqiribsan, bunday gap bo'lmasa, ina ko'rchirsizlar, video chiqqandan kelsanglar oladilar birinchi. Endi cho'g'larni shunday ko'rsataman, ko'p turi. Endi hammasi 150 ming so'mdan. Endi hammasi 150 ming so'm. Hammasi, endi 150. Keyin endi qora cho'g'larimiz bor. Bular ham qalin, qora. Qalin. Bular 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan. Adashtirmanglar. Jinsi cho'g'lar 150 mingdan klientlar. Iltimos sizdan adashtirmanglar. Shunday qora cho'g'larning 3 tur modasi bor. Klassik modasi bor, turbo modasi bor. 3 tur modasi bor. Bular 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan bular. Yubkalarni bir o'tiring. Yine yubkalarga qaranglar. Bu bularning shag'allarini 100 ming so'mdan. O'zlaring ko'rasizlar, olib, qaysini xolasanglar 100 ming so'm yubkalar. Qarandi, bularimiz nechib bo'lib turibdi? Bedagi duvokilarim ham ening. Bedagi duvoki, ko'pisi duvoki beda. Qolini zo'ri, kiygandan keyin garantiya beraman. Kamida 3 yilini. Yub sıkı kiyadi ya dizi yanasi chiqmaydi. Bularni 250 ming so'mdan beraman.
250 ming so'mdan. Bular jemper tovar turi eski bular ham 250 ming so'mdan beraman. Duvoki. Ine. Bular ham 250 ming so'mdan beraman. Turi ko'p, qalin xiyli bular. Pochoqdek qalin. Ine. 250 ming so'mdan. Siyetlari bor. Duvokilar. Ine. Bularım ham 250 ming so'mdan. Ine. Ine. Bularım ham 250 ming so'mdan. Görün. Bu göğnekim bularım 200 ming so'm. Qalini rimen xolasa rimensiz asadi iriroq qizlar, oriq qizlar rimeni bilan asadi. 200 ming so'm. Bu yupka koftamam 200 ming so'm. Bu göğnekim yupka koftam bor, jemper tovar 250 ming so'm. Imbomam 250 ming so'm üstü bilan kızlar. Hem içi hem üstü bilan. Üstü bilan 250 ming. Üstü bilan 250 ming so'm kızlar. Bularım üstü bilan 250 ming so'm to'ylarga kiyadi. Bumuz 200 ming so'm kızlar. 200 da yupka kofta duradi. Göynekimiz 200 ming so'm to'ylarga o'tirishmalarga kiyadi. Bumuzam 200 ming so'm tigrovki 3 narsa kızlar. Hem koftasi hem jaketi hem yupkasi. 200 mingdan. 200 ming so'm mu bu? 200 ming so'mdan. İşide hala uşağını palton dedim, tübeti çıkmaydı, kaçışki bulmaydı, 100% garantiya, in optima 400 mingdan satkama. Alıcı xapa bulmaysa bunu 350 ming so'mdan aytib beraman. 350 ming so'm. 350 ming so'mdan. Bu şubalarımız hem jaket bo'ladi, hem şuba bo'ladi. 300 ming so'mdan beraman. Bu şubalar 300 ming so'm. Bunam 300 ming so'mdan beraman. Diblenkilerimiz hem dım chiroyli duradi, yengillerde, to'ylara, o'tirishmalara, hamma yere maktabam giyib biladi, gündalik ham. Bunam 300 ming so'mdan beraman. Busini ham 300 ming so'mdan beraman şubasini. Bu top buluş diblenkisi 300 ming so'mdan. Abi ikki jemperimizni 180 ming so'mdan beraman. Bu ikkisi 180 mi? 180 ming so'm. Jemperimiz 180 ming so'mdan beraman. Ishida birinchi durgan hammasini xolaganin alın sizlere en zor aksiya 100 ming so'mdan beraman. Şunun üstünde durgan hammasini 100 ming so'm. İçini koftasini ham oddinniy giyiladi, oddinniy o'zim kofta sap ko'pman, ularni 100 ming so'mdan beraman. Sirtini jaketlari, xolasa balonchik deydimi, xolasa koja deydimi, xolasa angorka deydimi, xolasa nima deydilar buni? Şuba. Bu şubalarımız hammasi 100 ming so'm. Men mushtagi jemperimizdan 100 ming beraman ana. Yine bulaştırma karar. 100 ming so'mdan. İnabularımız, kocalarımız 300 ming so'mdan. Qalini, kojası, şubalı, diblenkiler hammasini 300 aytib beraman. Bular 300 ming so'mdan. Ha, eng oxiridagi qora kojamiz 400 ming so'm aytib beraman. Uzinini. Şu uzini 400 ming so'mdan. Elden gösterib bering, shuni rahmatjon. 400 ming so'mdan beramiz. Ne bo'ladi? To'lanib qapti. 400 dan beramiz. Bergisi 300 ming so'm. Endi bu kurtkilarni ag'al xafa bo'lmaydi, u so'ng'i bo'lgani bularni 200 ming so'mdan aytib beraman. Qara ikkisini. Ina 200 ming so'mdan. Bularni 200 ming so'mdan beraman. Bu 200 ming so'mdan beraman. Endi bu koja kostyumlarimizdan 200 ming so'mdan beraman. To'ylara, ko'chalar hamma yerga kiyadi. 200 ming so'mdan beramiz. Razmerlari bor. Ki ira paltonum ham 200 ming so'mdan beraman. Ene. Ishi mama jemper ki qaysi mamama nasib etsa, ham jaket bilan dilay kiyadi. Mendan podarki bo'ladi. Yengilda 350 ming so'mga beraman. O'zi 450 ming so'mlik narsa 350 ming so'mga beraman. Toshkent bahasi. Ina bo'lsa Toshkent bahasi birsi bor. 350 ming so'mga ketadi. Qaysi enamizga nasib etsa, yengilda xudo xolasa paycha beradi. 350 ming so'mdan beraman. Ina bu qizlar yengillar giymaka akkuratni shim, jaketli shim. Bular dumli duradi qizlar, akkuratni bo'lib turadi giysanglar. Bundan 4 tane bor. 200 ming so'mdan beraman, kimga nasib etsa. Hem çavuru hem koftası 4 tane qolgan 200 ming so'mdan beraman qizlar. Yine bulaştılar. Yine. 4 tane var. Fakat ulgurib qolamiz. Ishida ozgina kurtkam qoldi. Shu kurtkilarim ham aytib bering. Bu kurtkilarim kamida 400, 450, 500 sotilgan. Bu yerda endi
Her türlü modeli var. Bu her türlü modelini bir bakada koy berme. Gegen klient kalan razmeri doğru gegen kliente 380 bin so'mdan beri berme. Uzini. Ile 500 bin so'mlik narsa alan klientlar biladi o'zi. 380 bin so'mdan beri beraman. İnanılmaz. 500 Hem jaket bo'ladi xeyli bu bahar kuz giyadi. Bular iç kalını koja bularni aytib o'tdik. Ina kalını ichisi birinchi chiqqan modeli bu. 300 ming so'mdan beri beraman bu kojani. Endi yine bu kojani 400 ming so'mdan beri beraman. 2 dana qopdi. Kimga nasib etgan bo'lsa 400 ming so'm. Endi bu kojanizdan 3 dana qolgan. Kimga nasib etgan bo'lsa 300 ming so'mdan beri beraman. Bu chisi birinchi chiqqani. Vejni 2-3 turi bordan ko'p klientlar bilmaydi endi. Yaxshi sifatli vejlar bor. Shuna o'xshagan Zuhra bilan Fatima bir-biriga o'xshaydi, vejdan bir-biriga o'xshaydi. Uning sifati bo'ladi lekin. Bu yaxshisi, qimmati. Yaxshisi 3 dana bor. 3 dana qolgan bundan. Keyin inab qatishki bo'lmaydi paltolar. O'zi klientlar biladi, necha marta sizlar YouTube'dan qo'yganmiz, 400 ming so'mdan qo'yganmiz. Bu paltonimdan ham 4 dana qoldi. 350 ming so'mdan beri beraman. 350 ming so'mdan. Ish yerda bir 20 ga yaqin edikim bor. 20 ga yaqin edikimni 100 ming so'mdan beraman. 20 ga yaqin edikim bor, 100 ming so'mdan beraman. Boshqa krasovka deydimi, topchka deydimi, makasi deydimi, xohlaganin 70 ming so'mdan kelib olib ketaversin obunachilaringiz. Krasovka boshqa topchkalar 70 ming? 70 ming. Ishida 50 minglik ham bor, bir qator 50 minglik ham. Ishida 50 ming so'm ina, detskilardan ular ina, домашний. 50 minglik ham bor. Kattalar shunday krasovka, makasi bayramda giymak. Ayollarimiz Xitoyning topchkalari bayramda giymak. 70 ming so'mdan kelib olib ketaversin. Bayramda Movie Shop'a rahmat deydimi, dilaydilar qo'yadilarni, hazati kiysinlar. İnanılmazlar Movie Shop'a rahmat aytib, o'sha arzon narxda skidga olib ketaverasizlar. Baholarni ko'rtirsizlar. Ajoyib baho bo'lib turibdi. Baholarimiz yoqdimi rahmatjon og'a sizga? O'zingizga. Avval bugun zo'r bo'lib turibdi. Gengasa yaqqan bo'lsa, yana ham sizni bir hayratda qoldirim. Qani aloqi bu. Shu narsalarimni hammasini yangi yilda hazat obunachilaringiz kiysin-da. Necha so'mdan bering? Olin. 150 bersam bo'ladimi obunachilaringizga? Shular hammasini. Endi bilmadim, bu yerni tushirdingiz 50 dedingiz, 100 dedingiz, 150, 200 bo'lib qoldi berasiz. Baholar zo'r gapir. Buni ham zo'r qo'yib. Sizni boqib obunachilaringiz uchun like'larni bosib, hamma yerga tarqatib tashlasin. 100 ming so'mdan qo'yib beraman hammasini. Ushog'ani 100 ming so'm. Ushog'ani 100 ming so'm. Ina yengilda hazat kiysin. Olijemper bilg'i moda 100 ming so'm qizlar. Yubkalaringizga tushadi, koftalar, yangi yilni svetlarim. Chiroyli yubkalaringiz bilan kiyadi. Malini koftalar, bular kofta o'zi akkuratni kiyadi. Remellari bor, shuni belini qo'yib, ariqlab belini qo'yadi. Samizroqlar, endi remen olish shart emas o'zini. 100 ming so'mdan olin. İnanılmazlar. Shu jinsi jaki, shu nodid jinsi kostyumim 100 ming so'mdan. Jinsi kostyum ham 100 ming. Qarasam ba 100 ming so'm. Qo'yib berdim obunachilaringiz uchun. Qaysi mamishka nasib etsa yangi yilda 100 ming so'm. Mamishkani setkili yangi yilda giyib o'tiradi. Chiroyli svet ham qaymoq svet 100 ming so'mdan. Bular hozirgi koftalarni ustidan kiygan plashopkalar 100 ming so'mdan. Bu koja kostyumlarimiz chiroyli duradi 100 ming so'mdan. Bular plashopkalar 100 ming so'mdan. Qizlarning chovurini ustidan kiyadigan narsalardan bular, rahmatjon og'a. Bu kostyumlarimiz kızlarni göğnek, klassik göğnekleri bilen giyadigan kızlar 100 ming so'mdan. Yangi yilda koja kostyumlar giymaka kızlar 100 ming so'mdan. Koja kostyumlar kızlar ertang ololmaysiz u baho. Movie Shop'ni bir yangi yilda sizlarga qo'li ochilib ketdi. Bu koja kostyumimiz oversize moda keng turadi 100 ming so'mdan. Bu koja kostyumimiz ham oversize moda 100 ming so'mdan. Şu Movie Shop'ni qo'li ochilib ketgan kerak kundi. Klassik kostyumlar. O'zan ercha svet kim maslab yangi yilga giysa 100 ming so'mdan. Ena, mendi svetlarim bor, bir ko'rsatib o'tirim. 100 ming so'mdan qizlar. Ena. 100 ming so'mdan qizlar o'rgirib qolamiz. 100 ming so'mdan qizlar o'rgirib qolamiz. Orli qizlar uchun bo'ladi. Figurasi hech narsa kelishmaydi.
Kızlar buladı-ku, yaraşmıdırdı, arıq. Üç kızlar üçün şu nərsəmi tövsiyə etib verəmə. Buna qaramayla. Zor ekan özü bunu görünüşləri. Eni. 100 min so'mdan. Keyin. Endi barışım erki. Kostyumlar. Kattaroq ayollar uchun 100 ming so'm. Balonchik jaket 100 ming so'm. Jinsi modniy hozirgi svetda kostyum 100 ming so'm. Koja kostyum 100 ming so'm. Koja jaketlar endi bular. Remellari bor, chiroyli duradi 100 ming so'm. Bu koja jaketlarimiz ham 100 ming so'm. Maloshniy, qora korishniy 3 tur svetda bor. Aytib o'tib ketim svetlarini 100 ming so'm. Bu duvaykilarimiz yangi yilda qizlar giymaka 100 ming so'm. Enang 100 ming so'm. 100 ming so'm. Enang 100 ming so'm. İnanılmaz qaranga. Enang 100 ming so'm. Shular ham 100 ming so'mmi? Uşağınız 100 ming so'm. Ana sizin obunachilaringiz uchun. Qaramayla. Shuna qolganlar uchisalar 100 ming so'mdan keladi. Esa, xudo xolasa sirtam chiqdik qasa bularni bir tanishtirib bering bularni. Bir sirtimiz kızlar. Ey Allah, apa singillar, mamishkalar. Bir sirtimiz. Üstü sirtmam sizlarga shokolad baqadan, xushroy baqadan qo'yib beraman. Gelip tez o'rgirib qolasa, shu bergi divolimiz 100 ming so'mdan beraman. Uşağınlarınızı, xohlaringizni. Niye şu xatar hem 100 ming? Ha, 100 mingdan beraman. Bir de göyneklerimiz var. Endi kojalı göyneklerimiz var. Hem göynek hem üstü kojalı. Endi kojalı jaketlerim var ening. Görtürəringiz qaraymiz. 100 ming so'mdan beraman hammasini ening. Hammasi 100 ming so'mga bedagilar. Ha, xalaqani 100 ming so'mdan atib beraman. Obunachilar, xalaqalaring 100 ming so'm ekan bedagi. Bularımız 100 ming so'mdan. Bu endi duvoykilarimiz ham bor. Yangi yilda giymaka, kattaroq ayollar bo'ylari uzun duradi. Endi troykilarim bor, qizlari 3 narsasi, ichini koftasi, ustini plashi, ipasini, chorlari yangi yilda giymaka. Endi duvoykilarim bor. Bu 100 ming so'mning ichida nechik narsalar bor deydi klientlar. Tushuntir. Hammasini o'tib, buncha ko'p 100 minglik. Hammasini birma-bir ko'rsatib o'ta olmayman. Shuncha birma-bir endi nelarimiz bor, duvoykilarimiz bor. Endi jaketlarimiz bor, endi göyneklarimiz bor. Endi uşağını 100 ming so'm. Uşağını 100 ming so'm bergi xatar. Endi bu ercha xatarni aytaman sizlar. Erchani ko'rsatib bering. Qani bu erchalardan bir ko'rsatib bering, so'm ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz yaxshi genga. Bu ercha xatarimiz bular. Bu göyneklarimiz 200 ming so'mdan. Endi göyneklarimiz 200 ming so'mdan. Endi bu göyneklarimiz 200 ming so'mdan. Endi jaketimiz bir dana qolgan Xitoyniki dumzo'r 200 ming so'm. 46-48 razmeri bo'ladi. Endi kostyum cho'rizda 3 tane qolgan 200 ming so'mdan beraman bu kostyum. Endi duvoykilar 250 ming so'mdan, bu göyneklar 200 ming so'mdan. Endi angorka duvoykilar ham 250 dan beraman. Endi qizlarning spartikisi 1 2 3 4 5 6 dana qopdi. Endi ham 2 dana bor, 8 dana. Hammasini 200 ming so'mdan olib ketasiz. Qolini bu. Kurpsiz giyadi onu qizlar qolin po'choq deysa. Endi göyneklar shunda shular 200 ming. Qolini oling. So'ng göyneklarimiz. Olib aksiyada vaqt hozir, moza bermaydi. Endi bermang, obunachilar rosa bo'ladi. Klientlar. Bularimiz 250 ming so'mdan, ustini vaji bilan 250 ming so'mdan. Uşağınız 250 ming so'mdan. Bularimiz vechinilarimiz 200 ming so'mdan. Yangi yilda zo'r aksiya. Alın. Bu erçelerimiz yine 140 ming so'mdan ishimani sotib turibmiz. 140 ming so'mdan hava. 120lik qolini sidaga. Bu sisi erchani 3 turga bo'linadi erchalaganlar. Bularni qolini 120 ming so'mdan beramiz. 120 ming. Bu erchalarni galarsiz hammasini bular yozilgan bahasi, dana baho, optim bahasidan beramiz. Ha, optim bahodan ketadi. Kattalarini ham optim bahoda beraman. So'ng erchani o'njiklari ham bor. Şimdi karbabalarımız ham bor. 65 ming so'm, 50 ming so'mdan beramiz. Katta karbabalar sinmaydi. Erchan hamma narsasi bor. Rahmatjon, optim senada beramiz. Tushunaring. Optim senada erchani hamma narsasi bor qina. Yaltiroqlar hamma o'zi bor ekan. Hamma narsasi bor. Bularni birma-bir aytib
çıksak tüm vecimiz küp. Ottum bakada beremiz yaldıraklarım ba, oyuncuklarım ba, hemen esası ba. Karbaba giyimlerime karbaba toplarım ba. Adam köpek gitti ucu, klient köpek gelatır. İmindi maskilerim, iç giyimlerim, ayağını vejerim, kahvekkilerim ba, zağılkilerim ba. Zağılkilerim. Parfümere, ayağlar için parfümere yaramız, zuhilerimiz hem ba. Bulanı sizlere 30% skip elan etmem. 30% adamımız köpeği de ucunu savda etip başladık. 30% skip gelen size klientla. 5 gün devamında hemen kitemiz. Hayır, 5 gün devamında kitemiz. 5 günden arak ötüp gitmesin. Erten, bugün çıktım, ertenden girip gelir bazılara. Niçin dese, küngünüze yakkanını, halaganı, küngü cız etkenersen albap kalasıza. Mesela başka biri at gitse, alan mı kalışları mümkün de? Köpece vezi azırap kalan. Sanaklı. Görüp dursunuz akı. 2'de 3 tane vecimiz kalan sanaklı. Şunca ürgürüp kalasız abonetçilere. Sizlere şu kalan da verdim yengiyle. Yengice keyfiyette kütü basırlar. Yengi keyfiyet hemmeyiz inamarkim. Kendim de inamarkimin giysiz akıdayım.